ketdi bitta. Barchaga assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, jonli efirda eshitayotgan keyinchalik video darsda xudo xohlasa zapisni boshladim. Keyinchalik Telegramga tashlab beraman va xudo xohlasa YouTube'ga ham yuklayman. Albatta bu foydali bo'ladi sizlarga. Demak, buni chiroyli qilib yana o'tgan galgi singari test ishlaymiz. O'tgan chorshanba bo'lish kerak edi, lekin biroz shaxsiy ishlar bilan bo'lib dars qilolmadik. Ertalabdan kech paytda darsdaman. Lekin bugun chorshanba onlayn darsim yo'q bo'lgani uchun bugun demak xudo xolasa darsimiz xudo xolasa bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki barchangiz demak o'zingizni imtihonga kiradigan sanalaringizni garchi nimadan ko'rolmagan bo'lsangiz ham, Koreya saytidan ko'rolmagan bo'lsangiz ham, hattoki jeton borligini qanday tekshirishni ham bilmaydigan insonlar bor edi. Bunday insonlar ham demak tekshirib oldi. Bugun obyektlardan kelgan demak immigratsiya xorijda ish kanalida demak tashlab berishdi. Kim qachon kelishligi, nechinchi smenada. Men ko'zim tushdi 5 smenaga. Shuning uchun men hali Telegram yozib qo'ydimki 5 smena degan deb. O'rtacha demak bitta smenaga 100 ta kiradigan bo'lsa, 500 ta bir kunda bo'lsa, bu yerda 12 kunu, 14 kuni bu yerda ish. Xullas, umumiy hisobda 7-8 mingta odam bor ekan. Bu yerda qarab qo'ysak bo'ladi. Bu yerda bor. Xo'p, 7624 ta demak ishlab chiqarishga ekan, 534 ta esa xizmat ko'rsatish. Men xudo xolasa oxirgi kunda tushaman ekan, bolalar. Nasib. Xo'p, xudo xolasa ana shunday imtihonga kelib va kelajakdagi, misol AKS, UKS yoki registratsiya qilolmagan o'quvchilar uchun manfaatli ma'lumotlar bilib albatta qilaman. Sababi shu sohani yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun meni ishim deb o'ylayman. Xo'p, bugun nima? Davomgidek test dasturga ketaman. Ya'ni A dan Z gacha imtihonga kirganda ilk qismdan. Hop, bu 4-adashdan 4-jonli efir yoki bittasini alohida kesib tashlaganman. Nima sababdan titkisini, eshitish qismi testini ishlamayapmiz? Bunga o'ziga yarasha nima deydi? Programma ham bo'lish kerak, sizlarga yaxshi eshitilishi ham kerak. Misol antena yaxshi bo'lmashi mumkin, kimlardadir. Shunda men xo'p, bolalar javobini topinglar deb 5 sekund yoki 10 sekund bersam, sizga u ovozi SMS nimasi, MP3 da ovozi sekin borsa, o'sha farqli chalkash bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun lutsi ilki yaxshi deb o'ylayman. Xulosa shuning uchun bolalar videoda kanal tashlab qo'ydim. Ana shu kanalga a'zo bo'lib turib, mana shu kanalda yozishmalar gruppasi bor. Test ishlashni boshlaganimizda bemalol demak mana u 2 ta javobi 5 bo'ladi yoki 4 ta javobi 2 bo'ladi deb turib o'zingiz oldindan ketishingiz mumkin. Iloji boricha tartib bilan chiroyli qilib tushuntiraman. Hammaga foydali bo'lish uchun. Xo'p, demak o'ylaymanki hammalar yaxshi o'qiyapsizlar, qiyinchiliklar yo'q. Bitta muammolar bor, bilaman. Birdaniga imtihon bo'lib ketdi, to'g'rimi? Birdaniga imtihon bo'lib ketdi. Avvallari odatda 24-yilgacha registratsiya bo'lgandan so'ng 50 kun, minimalki 45 kun berar edi-da. Lekin bu safar bunaqa qilmayapti. Birdaniga hisobda registratsiya 9-dan 12gacha bo'lgan bo'lsa, bir oy ham bo'lmabdi, 6-apreldan kiryapti. Bular misol immigratsiyani YouTube tomoni nimada? Fevralda sizlarga ogohlantirganmiz. 2 oydan keyin imtihon bo'ladi, tayyorgarlik ko'ringlar degan vajini borligi uchun ular yutadi. Aslida ular birdaniga imtihon qilishlari ular bo'ynida emas, ayb emas. Biroz rejalashtirgan narsa. Imtihonga tayyorgarlik siz va biz bo'lishimiz kerak aslida. Oldindan o'qib yurgan yoki o'zingizdan mustahkam har kuni ishlayotgan. Bilasizlarmi, hozir 1-2 minut vaqt ketadi. Sababi sizlarni og'riqli nuqtalarga tushuntirish kerak. Kecha kuni o'sha chiqdi-yu, imtihonga kim qachon kirishlari. Shunda 2 kun bo'lgan bo'lsa, boshim og'rib qoldi meni. Sababi biz rejamizdan o'sha chiqib ketib qoldik-da. To'g'ri, qaysidir gruppa fevralda imtihon tayyorgarlikni boshlagan, ishchi kitobni birini yangisidan boshlab turadi yoki testlarni ham ko'rib turadi ancha-muncha. Keyin yaqinda ochilgan 0 onlayn gruppalar ham boshlab, даже video dars olganlar ham o'qib turadi. Kimlardir endi 200 ta ishlagan, kimdir 500 ta, kimdir 800 ta, 1000 taga yaqinlashib qoladi. Birdaniga imtihon boshlanib ketib qolib, ya'ni 2 haftadan keyin, 13 kundan keyin oralardan kimdir kiradi-da, 6-7 kunlar aprel kiradi. Shunda muammo bo'lib qoldi-yu, qanday ulg'ayman degan narsa. Shunda shaxsan men biz o'quv markazimizda onlayn, offlayn o'qiyotganlarga men nima tavsiya beraman? Men yashashni hojati yo'q. Sababi O'zbekistondan rizqingiz bo'lsa, imtihon o'tsangiz, siz ketasizmi, biz o'quvchimizda ketadimi? Albatta, oilangizga yordam berish uchun ketyapsizlar. O'ynagan ketmayapsizlar, to'g'rimi? Shuning uchun sizlarga tavsiyam, ishlayotgan joyingizda bo'lsa, kompaniyada ishlasangiz, korxonada, shaxsiy kimdir do'konida qo'lda ishlasangiz ham, sizga sharoit qilib bersin, ishga bormang. Uydagilarga tushuntiring, ishga bormang. Siz eng kami bolalar yaxshi imtihonga kirib, yaxshi ball olib kelaman desangiz, 10 soat dars qilishingiz kerak. Ishoning, 10 soat.
aytishingiz mumkin. Boshim og'rib ketyapti. Misol uchun 10 ta so'z yodlaganimni 1 soatdan keyin esimdan chiqib qoladi deyishingiz mumkin. To'g'ri. Endi nima qilamiz? Endi misol uchun, o'zi imtihonga 10 kun qoldi-da, endi nima bo'lsa bo'ldi, endi kuzgi imtihon bo'lsa shuni topshiraman desangiz, endi ana shunday ham o'qimaysiz, hozir ham o'qimaysiz. Siz boringiz bering, qayerdan bilasiz, ball pastroq bo'ladi. Misol uchun hozir juda ko'p savol berishadi. Servis qanaqa ball bo'ladi, ishlab chiqarish qanaqa ball bo'ladi. Endi men agarda servis vizaga to'ysam kirib chiqaman, sababi hech kirmaganman. Tabiiyki, ishlab chiqarishga qaraganda ball past bo'ladi. Misol uchun 23-yilda 40 bo'lgan, 24-yilda 42 ball pastroqda, где-то 50 past bo'lgan. Endi ishlab chiqarishda endi 7800 odam o'tgan bo'lsa, 1,5 mingta odam o'tishi kerak, to'g'rimi? 1,5 mingta odam o'tish uchun endi institutga topshirgansizlar, tepadan kesib oladi. Birdaniga 1,5 mingta odam olmaydi. Sababi ikkinchi bosqich ham bor, skill test, mahorat testi. Undan ham imtihonni yiqilish kerak. Demak, shuni hisobga oladigan bo'lsak, meni taxminiy fikrlarim bo'yicha, agar ovozim yaxshi borayotgan bo'lsa, sizlarga bolalar. Bir qator qarab qo'ying. Agar ovozim yaxshi bo'lyapti deb qo'ylab, bunaqa yozishma gruppasiga plus qo'yib qo'ysanglar ham bo'ldi. Shuncha gapirib bir pul emasmi? Plus. Bo'ldi, ovozim demak yaxshi boryapti. Hop. Nima deyapman? Mana esdan chiqib qoladi, nima deyotgan. Xullas, ball gapirayotgandim. Ballda ishlab chiqarishda birdaniga faqat 3,5 mingta odam olmaydi-da. 3,5 mingta odam, o'zi 1,5 mingta odam olmaydi demoqchidim, uzr. 3,5 mingta olmoqchi bo'lish uchun, demak, mana 1,5 mingtadan ko'proq olish kerak. Raqamlar adashib ketyapman, to'g'riliklar. Прямой efir. Shunda где-то 3,5 mingta odam olishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi bosqichdan yiqilish uchun. Demak, shunda hozir 7500 odamdan yarmi o'tadi. Yarmi o'tishi mumkin, undan ham ko'proq o'tishi mumkin. Endi ball ana o'sha kuni imtihonga kirganda 55 minimalga deb hisoblaysiz, undan past tushib olmaydi ishlab chiqarish yoki 65 patolog deb o'ylaysiz hozirgi holatda. Sababi juda ko'pchilik tayinlanmagan. Birinchi sababi. Misol uchun 100% deb oladigan bo'lsa 7800 tani. Shundan 70% odam tayinlanmagan bo'ladi. 20% odam aniq bilimi bor, kimlar biladi desizlar? Avvaldan yoshroq bolalar, asosan 20 yosh atrofidagi bolalar, to'piga borlar, bir necha yildan beri karsini o'qib yurganlar bilib yutib ketadi. Ular titkisi yaxshi-da, o'qib turib ancha-muncha javob topa oladi, farqlaydi javoblar titkiga, to'piga imtihon kelgani uchun. Shular ana o'tadi ko'proq yoshlar o'tadi bu yerda hozir. Bu degani biz qariyalar o'ta olmaymiz ekan emas. Ular tilni yaxshiroq bilgani uchun sizdan balandroq ball to'plab qo'yadi. Shu tomonlari bor. Ular gapirsam gap ko'p, ular biz demak boshlashimiz kerak. Test. Endi men kamerani o'chiraman, чтобы tushuntirish uchunmi? Mayli, o'chirib tursin. Xo'p. Ancha-muncha chatga ham qarab turaman, чтобы ovozim past yoki yomon bor ekanini bilishim kerak bo'ldi. Xo'p. Demak, bugun sizlar bilan yangi test variantini ishlaymiz. Shaxsan menda ayni shunaqa yangi testlardan 100 ta jamlanmasi kelgan. Biz offlayndan, onlayndan ishlayapmiz. Bu sizlarga hozir o'tgan safargi singari chiroyli qilib tushuntirib beraman. O'qib ham tarjima qilib. Hop, qaranglar. Ovoz qotib qolayotgan bo'lsa, zapis bo'lyapti, xotirjam bo'linglar. Men kamerani o'chirib qo'ysam nisbatan nima deydi, tiniqroq boradi sizlarga. Men kamerani o'chirib qo'ydim, bemalol bo'ldi. Endi qaranglar, mana bu joyda yozyapti. 1-2da. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오 deyapti. Ya'ni quyidagi suratga qarab, mos keladigan to'g'ri so'z yoki munjang, gapni belgilang deb bolalar. Tanov degani bolalar so'z degani, munjang degani bolalar gap degani. Просто buni yodlashish shart emas, bilib oling. Odatda imtihonda ilkida shu tartibda beradi. Endi bu yerda 100% qilib tartiblan bergan. Misol uchun birinchi, ikkinchi testlar qandaydir tartibda rasm keladi. 3-4 testlarda qandaydir turdagi test keladi deb keladi. Lekin ba'zan siz jonli haqiqiy testga kelganingizda bunaqa kelmashi ham mumkin. Sababi nimaga? U прямой efirda bo'lgani uchun sizda onlayn ishlaysiz testlarni. Shuna nima deydi, kompyuter aralashtirib test beradi. Ba'zan kimgadir mana shunaqangi rasmlar juda ko'p tushadi. Ba'zan esa kimlargadir mana hozir Pinkan degan testimiz bor. 10 ta 15 ta 15 ta 10 tacha tushib olishi ham mumkin. Pastroqda grafika testlarimiz ham bor. Mana bunaqangi ko'p tushib olishi mumkin. Yaxshi. Xo'p, testni ishlashni boshladim. Odatda bolalar imtihonga kirganingizda, agarda sizga kompyuter to'g'ridan-to'g'ri testlarni bosqichma-bosqich qilib tartib bilan beradigan bo'lsa, ikkita rasm kelishi kerak.
Bu rasmlarni siz birinchi o'rinda bolalar nimaligini yaxshilab tushuninglar. Nimaligini. Birdaniga javobni topmasdan. To'g'ri, rasm bo'lsa, bu taxtakash ekan deb turib ketasiz, lekin qandayqadir yozuvi bo'lsa ichkarida, qanaqadir harakat qilayotgan bo'lsa, albatta shunga e'tibor beringlar. Demak, bu taxtakash bo'ladi. Demak, bu koreyslar nima deyiladi? Xo'p, birinchi so'zimiz to'ma taxtakash. Xo'p. 2 ko'lli latta. 3 to'jang pechat. Pi yomg'ir. Tabiiyki bular to'g'ri kelmaydi. Bizda javob 1 bo'ladi bular. 1. Xotirjam bo'linglar, video zapis bo'lyapti. Mabodo qatib qo'ygan taqdirda ham chiroyli qilib tashlab beraman. Lekin baribir jonli bu jonli. Kanalda unaqa silka qoldirganman, qo'shilib javobini yozishni boshlaydi. Xo'p, ba'zi bir so'zlarni tarjimasini yozib beraman, ba'zilarini yoza olmayman, sababi videomiz cho'zilib ketib qoladi. Keyingi ikkinchi rasmimizda ham demak xuddi shunaqa rasmga mos harakat topishimiz kerak. Demak, e'tibor bersangiz, bu rasmda bir dehqon dalasida urug' sepyaptimi, dori sepyaptimi bilmaymiz. Shuni demak asosiy fakti bu dalada. Keyin dehqonchiliklariga narsa sepayotgan. Birga qaranglar. Bu yerda aytadi, Korimilchugo ismlida o'g'it beryapti, hayvon o'g'itini beryapti. 2. Murilchugo ismlida suv beryapti. 3. Suhagil hago ismlida dehqonchilikni yig'ishtiryapti. Shiasil Fuligo ismida urug' sepyapti. Hop, bizda realniy, misol qo'lida suv yo'qmi? Mana bu suvni noto'g'ri javob chiqarib olamiz. Keyin o'rim yig'im degan so'z keldi. Suhak bu yerda ham yo'q, ketadi. Shunda odam o'ylantirib qo'yadi. Ko'rim o'g'it beryaptimi, shiyat sepyaptimi degan savol tug'iladi. Bunda ko'rim bu hayvon o'g'iti. Hayvon o'g'iti bunaqa kichkina donachalar bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun avtomatik ichga ketib, javob shiyat. Urug' sepayotgan bo'ladi bular. Shiyat demak urug'. Yaxshi. Men mana bu joy kichkina javoblarda agar yozuv kichkina bo'lsa, tarjimasini yozib ketay. Taxtakash. Lekin sizlarda shevalarda boshqa viloyatdan odamlar bor-ku. Sizlarda shevalarda buni taxtakash demasdan biron narsa desa, o'zingiz tilingizda yozib oling. Biz Andijonda shunaqa taxtakash deymiz. Xo'p, 3-4-test qaranglar. Tamtanova konga indin gosin muashimlikka. Ya'ni quyidagi so'z bilan aloqasi bor bo'lgan javob nima? Bunaqangi testlar berganda, mana bu konga indin mal degan so'z bor. To'rtburchak olib qo'yapman. Bolalar, agar shunaqangi yozuvli test keladigan bo'lsa, siz tushunishingiz kerak. Nimani? Berilayotgan, mana strechka qilayotgan har bir so'zimiz o'zining ma'nosiga ega, har bir ma'nosiga ega va bu har bir ma'nosiga mos keladigan mana bu o'ng tarafda berilgan javoblarni mos kelishi kerak. Ya'ni 4 ta fe'l beryapti, va tagiga chizyapman. Shu 4 ta fe'limiz har bir berilgan mana shu chap tarafdagi so'zlarga har biriga mos kelishi kerak bo'ladi. Misol uchun, sutcha degani bo'lar raqam degani, raqam. Raqam degani. Him degani bo'lar kuch degani. Kuch. Ton hammalar bilasizlar, bu pul degani. Nal esa bu kun degani. Raqam, kuch, pul, kun degan so'zimizga qaysi fe'l harakat to'g'ri keladi? Soda, tik turmoq. 2. Neda, to'lamoq. Patta, olmoq. Seda, sanamoq. Endi tahlil qilamiz. Shunda raqamlarda tikka turgisa bo'ladimi? Yo'q. Tik ketadi. 2. Raqamlarda to'lasa bo'ladimi? Pulga nisbatan raqam pulmi sizga? Mayli, misol uchun raqamda pul bo'lishi mumkin. Men hisoblayman desiz. Ikkinchida, kuchni to'lasa bo'ladimi? Yo'q, to'lab bo'lmaydi. 3. Ya'ni raqamda har biriga boshdan kelishingiz kerak. Har biriga so'z kelishi kerak. Patta olmoq bo'lsa, raqamda olmoq. Misol uchun yerda qanaqadir yozilgan raqam bo'lsa, olasiz. Mayli. Kuchda olsa bo'ladimi? Ya'ni fizik jihatdan qo'lingiz bilan kuchni olsangiz bo'ladimi? Ushlasa bo'ladimi kuchni? U mushak demayapman, kuch. Pulda olsa bo'ladi, lekin sanada ham olib bo'lmaydi. Va javobimiz seda, sanamoq. Raqam sanamoq, kuchni. Ya'ni endi raqam sanamoq bo'lmaydi. Seda so'zimiz kuch so'zimiz bilan birga kelganda bolalar kuchli deb tarjima qilinadi. Himiseda kuch ko'p bo'ladi. Pulni sanamoq, kunni sanamoq. Demak, javob bizda bolalar to'g'ri bo'ldi. Demak, sanamoq. Sanamoq so'zimiz mos kelyapti. Xo'p, Hoshimjonova menga ovozim eshitilmayapti degan odam, inson, balkim siz nima deydi? Telefoningiz yonboshdan ovozni ko'tararsiz. Qolganlarga eshitilyapti, hamma yozyapti-ku. Keyingi test ketyapman bolalar. Bu yerda qarang, sinonim beradi. Pistxanmal, sinonim so'z. Sinonim so'z topishimiz kerak, qaranglar. Shunda chumulchuda deb beryapti. Ya'ni raqsga tushmoq. Raqsga tushmoqda bizda sinonim berishimiz kerak. Pistxanmal degani bolalar sinonim.
Mana shu 4-test o'rnida ba'zan boshqa test keladi, so'z keladi. Misol uchun pandemal, antonim so'zi toping deb keladi. Bu antonim. Bu degani qarama-qarshi so'z topishingiz kerak. Sinonimda o'xshash. Raqs tushmoq degan so'zimiz qayerda bor? Ya'ni mana chum degan so'zda muyonhada raqs tushmoq, mungchida tek turib olmoq, pejong patda joy olmoq, cho'gakneda bo'laklarga ajratmoq. Qaysi mos kelyapti? Tabiiyki muyonhada raqs tushish demak to'g'ri keladi. Demak, shu so'zimiz bilan mana shu so'zimiz bolalar sinonim so'z bo'lar ekan. Yaxshi, testlayotganlar bir xil ketyapsizlar. Pinkan o'quvchining eng og'riqli nuqtalaridan biri bo'lmish pinkan. Biroz yaqinlashtirib beraman agar sizlarga nima deydi? Uzoqroq kelayotgan bo'lsa. Bari yaqinlashib ekan, bitta qaytaraman. Xullasi, o'qiyman. Pinkan nima? Pinkan haqida tushuncha berib ketay. Pinkan bu bo'sh joy deb tarjima qilsangiz yaxshi. Bo'sh joy deb. Ya'ni mana shu streka qo'ygan joyimga mos so'z kerak. Hop, 작업장을 nimadir 하면 물건과 장소의 낭비를 줄일 수 있습니다. Bu yerda aytadiki, 작업장 ish joyim, nuqta qo'yib ketaman tarjimasiga. Ish joyimni nimadir qilsangiz, narsa bilan joylarning to'lovini kamaytirishingiz mumkin deyapti. Shunda ish joyida qanaqa ish harakat qilsak biz narsa bilan joylarning to'lovini, sarf xarajatini kamaytirishimiz mumkin. Shinche chop, ya'ni bu tana harakatlari tomonidan teginish. 2. Anjon, xavfsizlik. 3. Chongni chongdong, tartibga solish. Va 4-si hvahe, yarashish. Yarashish so'zimiz ish joyida yarashish qilsak, narsalarda kamaytirish uchun umuman aloqasi yo'q. Lekin bir javobimiz ham umuman aloqasi yo'q. Bu jinsiy tajovuz mavzusida berilgan ish kitobida 41-mavzumiki shunaqa edi. Uni video darslarida YouTube'da turibdi, chiqarib qo'yganman. Ikkalasi aloqasi yo'q bizda, bir bilan turibdi. Shunda 2 hamda 3 turibdi. Shunda tarjimaga qaytamiz chap tarafga. Ish joyini xavfsizligini qilsangiz, narsa bilan joylarni sarf xarajatini kamaytirsak bo'ladimi? Tartibga solsak, narsa va joylarni sarf xarajatini kamaytiramiz. Tabiiyki 3 bo'ladi. Xavfsizlik bu yerda ma'nosi to'g'ri kelmayapti. Nangbi bu sarf degan bo'ladi. Sarf xarajat deymiz u. Xo'p, bu so'zimiz demak tartibga solish. Ketdik. 6-testimiz, bittalab ishlaganimiz yaxshi. 휴게실은 nimadir 장소입니다. 다른 사람을 배려해서 사용합시다. Ya'ni qaranglar, 휴게실 dam olish xonasi. Dam olish xonasi nimadir joydir. Boshqa odamlarni hurmat qilib foydalanaylik deyapti. Mana hurmatini joyiga qo'yib foydalanaylik deyapti. Xo'p, 휴게실 qanaqa joy? Dam olish xonasi qanaqa joy? 1. Kong jamoat. 2. Kimji taxlov. 3. Mudam noqonuniy. 4. Chongyo din. Shunaqa javob to'g'ri kelyapti bolalar 6ga. Xo'p, dam olish xonasi qanaqa joy? Boshqa odamlarni hurmat qilib foydalangan bo'lsak, jamoat joy desangiz, mos keladi. Taqiqlangan joy desangiz mos kelmaydi. 3. Noqonuniy joy desam mos kelmaydi. Diniy joy desangiz ham mos kelmaydi. Demak, bizda javob 1 ekan, ya'ni jamoat. Yaxshi, demak, test ishlab ketganlarni ko'ryapman. Javoblarni beryapti. Harakat qilinglar bolalar. Hop, 7-test o'tyapmiz. Yana pinkan testlarimiz 8 gacha chiqib keladi. Hop, misol uchun domla o'zi tajriba qilib bermasdan bizga o'rgating degan insonlar bo'lishi mumkin. Hop, qarang. Misol uchun 한국에는 지역마다 특산물을 하는 축제가 있습니다. 나도 겨울에 직접 산천야 축제를 nimadir 정말 재미있었습니다. To'g'ri, misol uchun bunaqangi pinkan testlar ekanlarimizda bizda so'z borligi kerak-da. So'z borligiga plus grammatikalar ham kerak. Sababi pinkanda bitta so'z berib qo'yib turib, grammatikasini turlicha qilib yuboradi. Yoki bo'lmasam grammatikasini bir qilib turib, so'zini turlicha qilib yuboradigan joylar bo'ladi.
Xo'p, bu yerda nima deyapti? Koreyada har hududda maxsus joylarda festivallari bor. Maxsus joylar. Xo'p, shunda men ham qishda bevosita nima deydi, tajriba qilib, Shinchonya Chukche festival nomi. Festival nima bo'ldiki, juda ham qiziq bo'ldi deyapti. Men ham qishda bevosita shu festivalda nima qildimki, juda qiziqarli bo'ldi. Bir, Kugyohan Choki ismlida tomosha qilganman, aylanganman, sayr qilganman. 2. Kugyonhalkoyo tomosha qilaman. E'tibor beringlar bolalar, bu zamon o'tgan zamonda bo'lyapti. Qiziq bo'ldi deyapti. Bu yerda esa 2 ekanlar. Bu yerda kelasi zamon beryapti. 3. Shichonghan Choki ismida tomosha qilganman. 4. Shichonghalkoyo tomosha qilaman. Bizda ikkita noto'g'ri javob bor ekan. Sababi zamon oxirida mana bu kelasi zamonda ko'yiy bolalar. Endi hozir sizlarga bittalar zamon shu turaman desam, videoyim ko'payib ketib qoladi. Endi Kugyon hada bilan hozir qizilda yozib beray, adashib ketasizlar bo'lsa. Kugyon hada bilan Shichon hada so'zini qaranglar. Kugyon hada ko'z bilan inson sifatida yurib, qadam tashlab turib tomosha qilasiz. Misol uchun bozorda bir kezib kelaman. Ayollar ko'p bozorga kezib qanaqa yangi moda chiqqanini ko'rib keladi-yu. Zerikib qolsangiz, bozorga borsangiz, turli xil narsalar bo'ladi. Shu ko'zingiz bilan ko'rish, qadam tashlab. Endi Shichon hada esa ko'z bilan ko'rasiz bitta joyda. Televideniya programmalar, kanallar tomosha qilasiz, kino ko'rasiz, shunaqa narsa aytiladi. Shunda demak avtomatik nima ketar ekan? 3 ketar ekan. Xo'p, lekin mana bu joyda nuqta tushib qolgan bitta grammatikada. Agarda mana bu nuqtada, men tanlamaganman, buni menga kelgan bu programmada testlar, nuqta tushib qolgan, nuqta bo'lmaganda gapning oxiri yakunlaydigan grammatikalar emas, o'rtada keladigan grammatik bo'lishi kerak. Shuning uchun men bu yerda 1 deb belgilayman va nuqta qo'yib qo'yaman, чтобы ikkita gap bir-biriga ulanib ketmasligi uchun. Ya'ni bu shundan kelib chiqadiki, men ham qishda bevosita ko'zim bilan mana shu Sanchonya festivalini tomosha qilganman, juda ham qiziqarli bo'lgan deb mana bu zamonda ot bilan beryapti. Siz so'zini to'g'ri topishingiz mumkin, lekin grammatikada xato qilishingiz tabiiy. 8-test. Konguangim을 nimadir 인행에 갔습니다. 금요일이라서 대기 시간이 길었습니다. Bu yerda nima deyapti? Qarang, konguagim degan so'zimiz bor, kommunal to'lov. Kommunal to'lov nimadir bankka bordim. Qarang, zamon o'tgan zamonda. Juma kunligi bo'lganligi uchun kutish vaqti uzun bo'ldi deyapti. Menimcha bu yerda ko'rossimnida deb o'tganda se tushib qolgan. To'g'rilab qo'yaman endi bularni. Imlo xatolarni. Shunda kommunal to'lovni nima qilgani bankka bo'ladi? Nambuhagi viso to'lash uchun, nambuhagi chwaso to'lash yaxshiligi uchun, sigi viso yozish uchun va 4-si chopsuhagi viso ro'yxatga yozilish uchun. Kommunal to'lovni to'lash uchun bankda yoziladimi ro'yxatga? Yo'q, yozib bo'lmaydi. To'lash yaxshiligi uchun emas, to'lash uchun bo'ladi. Javob bu yerda 1 bo'ladi. Yaxshi, demak javob berganlar to'g'ri topyapti. Faqat raqamingizni berayotganingizda bolalar 8-testga, 7-testga javob qanaqa deb ketinglar. Bo'lmasam, qaysiniga javob berganingiz aniq bo'lmay qolyapti. Xo'p. Nambu hada degan bolalar, demak to'lamoq, to'lash, mana yozib qo'yaman. 9-testdan 12-testlargacha bolalar bizda texnika bezapas so'zlar keladi va sizlarga konkretniy savol beradi. Bu savolni agarda siz o'qimaydigan bo'lsangiz, qaysi keladi? I piyojining musim tishimlikka bu belgi qanday ma'noni anglatadi degan. Agarda shunaqa savollarni o'qimaydigan bo'lsangiz, tushunmaysiz. Sababi rasmda ichida yozuv turibdi. Ya'ni bu hengdan kimji degani bolalar noqonuniy kesib o'tish taqiqlanadi. Peshahod. Bu degani bizda mana O'zbekistonda ham maxsus hengdan podollar tuzib qo'ydi-yu. Svetofor yo'q bo'lsa ham faqat ana shu joydan o'tishingiz kerak. Даже misol Asakamizda ham, Andijonda ham setkalar qo'yib tashadi o'rtalariga. To'g'ri, endi boshqa narsalar ham bor bu yerda, lekin mavzuyimiz bu yerda noqonuniy kesib o'tmang deyapti. Noqonuniy kesib o'tish
taqiqlanadi. Qisqa yozib qo'ydim. Xo'p, endi javoblar ko'ramiz. Bu yerda nima deyapti? Hop, birda pohoja va hamke konnoshishyo. Pohoja degan bolalar siz bilan yuradigan himoya qiladigan inson. Ya'ni misol uchun yosh bola o'tayotgan bo'lsa, ota-onasi deb pohoja deb nisbat atasiz. Yoki siz yoshroq inson bo'lsangiz, sizda oldingizda kattaroq odamga nisbatan pohoja. Yoki oldingizda nogiron odam bo'lsa, siz unga pohoja bo'lasiz. Ya'ni qanday bo'ladi? Bizda javobgar deb tarjima qilamiz. Javobgar shaxs bilan birgalikda kesib o'ting deyapti. Bu yerda bunaqa gap yo'q. Hop, 2. Yukkoro o'llakashifyo. Yukka bolalar osma ko'prik bo'lib, osma ko'prik. Bu bilasizlar, mamday tushasiz. Bu yerda ma'nosi yo'q bu gapda. Hop, 3. I to'ro'nin hengdan haji mashifyo. Ya'ni bu degani bu yo'lni kesib o'tmang. Hop, bizda demak 50% javob chiqdi. 5. Chihadorul iyon hashifyo. Chihado degani bolalar yer osti yo'lagi, yer osti. Tunnelga o'xshagan javob. Demak, yer ostidan foydalaning deyapti. Yo'q. Demak, javob bizda 3 bo'ldi bolalar. Hop. 10-test va bizda aniq savol beryapti. Savoli: "Igose vichinin odimlikka." Ya'ni savolda bu joyning joylashuvi qayer? Bizda vichini so'rayapti. Qaysiki joylashuvdi? Shunda bizda joylashuv degan joy topishimiz kerak. Qaranglar, bu yerda BHC Chicken. Demak, bu qanaqadir nom, brend nomi. Nimadir BHC Chickenni 24 시간 pedal 24 soat davomida yetkazib beramiz deb dastlab keladi. Hurayt, yangnyon, kanjang va tim. Ya'ni qovurilgan, ziravorli, soyali demak va boshqalar. Telefon raqami. BHC Chicken Chamshilchon. Hop, mana bizda javob chiqdi. Ya'ni BHC Chicken Chamshil filiali. Chamshilchon degani chom, filial degan ma'no bor. Xo'p, endi bizda mana chamshil degan so'zimiz qayerda? Qarang, bu yerda yozib qo'yapti. 24 시간 pedal hamda 24 soat chizadi. Bu gap bor mana bu joyda. Lekin noto'g'ri-da bolalar. Sababi bizda savolda bu joyning joylashuvini so'rayapti. BSC Chicken Inn bu ham joy emas. Qarang. Yong i raqam beryapti. Yong i sam o ku i imida. Ya'ni bu yerda mana bu telefon raqamlarini beryapti bu yerda. Mana bu telefon raqamlari. Noto'g'ri chamshil. Mana javob. Hop, men sizlarga birdaniga javob aytib qo'ymayapman. Bu qiziq bo'lmay qoladi. Iloji boricha javob cho'zyapman. Sizlar tushuntirish uchun. Bu yerda sababi umuman testga aloqasi bo'lmagan insonlar ham kuzatadi yoki bo'lmasam kelajakda reja qiladi yoki imtihonga kirishda reja qilayotganlar tushuncha olish uchun beradi. Men ham shuning uchun iloji boricha hammaga mos keladigan qilib tushuntiryapman testni. Birdaniga ha buni javob mana ekan, bu ekan desam, bilganingiz uchun belgilayapti deb o'ylab qolishingiz tabiiy. Bunda o'qituvchilik kerak bo'lmay qoladi. Xo'p, endi 11-test. Ta'min yak punktuingda 맞는 것을 고르십시오. Quyida yak punktu dori paket. Dori paket. To'g'ri javob belgilangan. Xo'p, biroz yaqinlashtirib beraman, чтобы sizlarga tushunarli bo'lsin. Mana yaqinlashtirdim. Telefoningizni yaqinlashtirsalar ham bo'ladi, rasmni yaqinlashtirasizlar. Bizda qarang. Notebook yak, demak dori nomi va oluvchi odam Kim Ji-so ekan. Savolda mana shu dori paketiga doir to'g'ri javob topishimiz kerak. Endi tushuntiraman. Kim Ji-so odam olyapti ekan. Yongbok ichish usuli. Haro samhe ilbun. Bir kunda 3 mahal, 2 kunlik ekan. Juda ko'pchilik qiynaladi shu yerda. Bir kunda 3 mahal, 2 tadan deb tarjima qilish mumkin. Bunaqa emas. Ilbun kunlik degani bolalar. Xo'p, Meshiko 30 kun pogyon. Har ovqatdan so'ng 30 minutdan keyin ichilar ekan. Demak, ovqat yeymiz, oradan 30 minut o'tgandan keyin ichilyapti. Hop, keyingi il poshik pogyon. Bu degani bir ichishingizda bir dona tabletka denchasi deyapti. Va yil sanasini yozib qo'yibdi. Endi shunga mos kelgan javob topamiz. Qaranglar. Birda aytadiki, tatchin gose parini gakimida. Bu degani lat degan joyizga surtiladigan dori. Bu yerda lat degan dori haqida tushuntiryaptimi? Qanaqadir bu dori, misol uchun bu bosh og'riq dori, bosh og'riganda ichiladi deb ma'lumot berdimi? Yo'q. Ketadi. 2. Shiksa qo'ya yag'il
Shiksan qo'ya yakil mo'qsimida. Ovqatdan keyin dorini ichasiz, to'g'rimi? Ha. Mana bu yerda har ovqatdan keyin degan. 30 minutdan keyin deyapti. Xo'p, mayli. Biz 100% javob to'g'ri demaymiz, nuqta qo'yib ketamiz. Sababi bundan ko'ra yaxshiroq javob chiqib qolishi mumkin. Shoshilmaymiz. 3. Xo'p, yaksani Kim Ji-su'mida. Yomon deyapti, qarang. Aptekachi Kim Ji-su deyapti. Kim Ji-su bu olayotgan inson, pasient. Va 4-javobni o'qiymiz. Yaqin yo'li punimnida. Ya'ni bu yerda aytadiki, dori 10 kunlik deyapti. 10 kunlik. 2 kunlik bu yerda. Noto'g'ri. Demak, javob qaysi ekan bolalar? 2 bo'lar ekan. Ikkinchi javob. Xo'p. Bizda diagrammani otasi keldi. Biroz kichkina, lekin tushunarsiz. Sababi qora harfda bergan. Xo'p, men yaqinlashtirib birinchi o'qitib olaman bolalar sizlarga. Ota men gapirganim uchun ovozim bo'g'ilib qolyapti. To'g'ri tushuninglar, suv ichib olib. Sizlar ko'rib turinglar uchun. Xo'p. Hammasi yaxshi ketyapti degan umiddaman. Xo'p. Xo'p, endi testni davom etamiz. Savol shaklini ko'rsating deyapsiz, Kamol deydi. Bu yerda to'g'ri javob toping deyaptilar. Mana bu yerda grafikga doir to'g'ri javob deb qo'ygan. Endi tushuntiraman, qaranglar. Bu grafikka berdimi, albatta siz mos keladigan javob topasiz. Qarang, bu yerda ikkita joy bo'lyapti grafikada, diagrammada. Erkak hamda ayolni, demak, bu yerga bo'lib qo'ygan. Va savol bergan, qaranglar. Mihon namnyoga sengakhanin peujaye chokkon. Xo'p, mihon degani bola turmush qurmagan degani. Ihon ajrashgan. Kihon demak turmush qurgan bo'ladi. Mihon turmush qurmagan erkak va ayol o'ylaydigan turmush o'rtog'ining shartlari. Xo'p, erkak qatori ko'ramiz. Erkak aytadiki, 38% bilan birinchi o'rinda shart qo'yar ekan erkak. 26% da ikkinchi o'rinda sevgi, sarangni qo'yar ekan. Vemo tashqi tarafini esa 3-o'rinda hisoblaydi ekan, shu turmush o'rtog'ini, bo'lajak turmush o'rtog'ini va iqtisodiy tomonlamasini Kyongjerokda 4-o'rinda qo'yar ekan. Kasbini 5-o'rinda qo'yar ekan hamda va boshqalarda 6-o'rinda. Endi men sizlarga o'rinda deb tushuntirib beryapman. Birinchi, ikkinchi, bunaqa foizda deb tushuntirmayapman. Endi ayol holatida. Ayol bo'lajak turmush o'rtog'i nimasini xohlaydi? Birinchi o'rinda iqtisodiy taraflarini. Ikkinchi o'rinda sevgi, muhabbati bir xil ekan, erkak ayolda 25% ekan. 3. So'nggi xarakteri bu yerda 3-o'rin. Bu degani erkak bilan ayoldagi teskari bo'lyapti. Kasbi 4-o'rinda, tashqi ko'rinishi ayollar uchun ayollar bo'lajak turmush o'rtog'ini, ya'ni erkaklar tashqi ko'rinishini 5 ga qo'yadi bu yerda va oxirgisida demak va boshqa deb qo'yibdi. Endi nima so'raydi bizdan? Shu berilgan ma'lumotga nima qiladi? Mos keladigan qaysidir javob topadi. Topishimiz kerak. Xo'p, bizda eng ko'p degan gaplarimiz bormi, yo'qmi tekshiramiz. Bu yerda asosan taqqoslash qo'shimchasi rol o'ynayapti. Mana poda. Albatta kajang chungyohaga degan so'z turibdi. Namnyos poda qo'shimchasi. Mana bu yerda ham poda qo'shimchasi bor ekan. Hop, poda qanaqa qo'shimchani bilmaganlar uchun mana bu chizib tushuntiraman. Poda bu taqqoslash qo'shimchasi ga nisbatan deb tarjima qilasizlar. Shunaqa testlarda. Ya'ni unga qaraganda bu. Lekin bizda eng ko'p marta keladigan testlarimiz qatorida eng ko'p sengakada o'ylaydi degan so'zni qarang. Ya'ni namnyo moduga saranil kajang chungyohaga sengakanda. Ya'ni erkak va ayol barchasi sevgini eng muhim deb o'ylashadi desangiz, afsuski xato qilamiz. Sevgi bu yerda ikkinchi o'rinda. Shuning uchun 2 javob ketdi. Endi men majburman tepadagini bitta tahlil qilishga. Avval o'qiyman. 1. 남녀 모두가 경제력보다 직업을 중요하게 생각한다. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Erkak va ayol barchasi iqtisodiy taraflama qaraganda kasbni muhim deb o'ylashadi.
Kasb bu yerda oho 5-6 o'rinda turibdi. Noto'g'ri. Ikkalasida ham noto'g'ri. Endi 3-chi javobni o'qiyman. 남자는 성격보다 외모를 많이 본다. Ya'ni ayol, o'zi erkak xarakteriga qaraganda tashqi ko'rinishni ko'proq o'ylaydi ekan, ko'radi ekan. Ya'ni ayolga nisbatan. Demak, qaraymiz. Erkakda xarakter nechinchi o'rinda edi? 성격 birinchi o'rinda turibdi, qaranglar. Xarakter birinchi o'rinda tasdiqlayapti. Nimaga nisbatan? Tashqi ko'rinish uchinchi o'rinda. Demak, erkak bo'lajak turmush o'rtog'i ayolini xarakteriga qaraganda, 성격보다 tashqi harakatiga qaraganda tashqi ko'rinishni ko'proq qarayaptimi? Yo'q. Bu yerda teskari beryapti. 4. 남자보다 여자는 경제력을 관심이 더 많다. Bu yerda erkakka qaraganda ayol iqtisodiy taraflarga qiziqishlari yanada ko'proq. Xo'p, demak bizda bu yerda ayolning iqtisodiy taraflariga qaraymiz. Ayolga 경제력 birinchi o'ringa qo'yapti. Ya'ni bo'lajak turmush o'rtog'i pul bo'lsin, mol dunyosi bo'lsin deb, albatta. Sababi erkakda iqtisodiy taraflama, ayoli 4-chi o'rinda turibdi. Javob bolalar bu yerda 4 bo'ldi. Biroz murakkab ekan. Mayda-mayda yozuvlar bo'lgani uchun sizga qanchalik tushuntira oldim? Javob 4 bo'ldi. Ya'ni bolalar, mana qaranglar. Hozir kimlardir 3 qilishga shoshilgan bo'lishi mumkin. Poda qo'shimchasi, men strelkaga tushuntiryapman. Qizilda tushuntiraylik shuni. Poda qo'shimchasi, mana shu poda qo'shimchasi qaysidir otga qo'shilsa, shunga nisbatan bo'ladi. Demak, matga xarakteriga qo'shilyaptimi? Xarakteriga nisbatan bo'ladi. Ya'ni qaysi xarakter? Erkak xarakteriga nisbatan. Erkak xarakteriga qaraganda tashqi ko'rinishga ko'p qaraydi emas-da. Xarakterni birinchi qaraydi. Xo'p, endi 13-chi test bolalar. Yana Pinkent testlari kelyapti. Pinkent testlarini o'qiyman. 선제를 신청할 때는 보험금 청구서와 함께 병원비, 영수증, 진단서를 함께 nimadir 합니다. Biroz qattiq uzilyapti bolalar. Hop, bu yerda sonje degan so'z turibdi. Ya'ni tashabbusga beradi-da. Bu yerda boshqa ma'nosi ham kelishi mumkin. Demak, tashabbusga, qo'llab-quvvatlashga ro'yxat o'tayotgan paytingizda bohomga sug'urta demak cho'ng'uso bo'limi bilan birgalikda 병원, ya'ni shifoxona to'lovi, 영수증 chek qog'ozi, 진단서 kasallik varaqasi bilan birgalikda nimadir kerak deyapti. Ish kerak qo'shimchasi. Bu yerda sonje tashabbus emas, qo'llab-quvvatlash pul degan narsadan beryapti bu yerda. Ya'ni qo'llab-quvvatlash bizlarda nima deydi? Odam zarar yesa kompensatsiya deydi-yu. Menimcha shunaqa narsa ketyapti. Kompensatsiya puliga ro'yxat o'tayotgan paytingizda sug'urta to'lovi demak maskani bilan birgalikda shifoxona to'lovi, chek to'lovlari demak kasallik varaqasini birgalikda nima qilish kerak? 첨부해야 topshirish, 신청해야 ro'yxat o'tish, 지급해야 pul to'lash, 청구해야 bu yerda 청구해야 qanaqa ma'no kelyapti? 청구하다. tushunib beraman. 청구하다. tozalash deb beryapti bu yerda. 청구하다. Yo'q, bo'lmas ekan bu. 청구하다 taklif qilish beryapti bu yerda. Yo'q, to'g'ri kelmayapti. Ya'ni qanaqadir inson borki, kompensatsiya puli, shunaqa tashabbus pullariga ro'yxat o'tayotgan paytda sug'urta to'lovi markazi birgalikda shifoxona to'lovi, 영수증 demak chek to'lovlari, kasallik varaqalari birgalikda 첨부 degan so'zimiz hujjatga nisbatan topshirish bo'ladi. Endi ro'yxatdan o'tish degan so'z ham turibdi. Bizda ikkita javob bor hozircha. Lekin pul to'lash bilan taklif berish bu boshqa narsa. Xo'p. Hop, bizda 신청서 degan 신청할 때 degan so'z turibdi bolalar. Ya'ni shu tashabbusga, pul jamg'armalariga ro'yxatdan o'tayotgan paytda mana narsalar birgalikda ro'yxatdan o'tish kerakmi, topshirish kerakmi desiz, tabiiyki bu yerda chetlarda bir bo'ladi. 첨부하다 bo'ladi. 신청하다 o'zi avval berib turibdi-yu. Agar 신청하다 yo'q bo'lganda, biz 2 ni berardik. Javob bu yerda 1 bo'ldi. 14-chi test bolalar. 어제 운동화를 샀습니다. nimadir 비싸서 사지 않으려고 했는데 사장님이 5,000원을 깎아주셔서
Sassimlida. Ya'ni bu yerda aytadiki, kecha krossovkani sotib oldim. Nimadir qimmat bo'lgani uchun sotib olmoqchi emas edim, lekin boshliq 5000 yuan, ya'ni do'kon egasi 5000 yuan arzonlatib bergani uchun sotib oldim. Savol. Hozir bir daqiqa. Telefon kelib qoldi. Alo. Yaxshi. Nima, markaz bekor edi, tashqarida 20 o'tirib turib, jonli efir edim. 20 keldi. Bitta mashinada o'tirib turib, jonli anaqa qilmanda, prямой efirlar. Bekor edi tashqarida. Hop. Yo'q, 10:30 ga qo'ymay chiqaman, xudo xolasa. 20. Hop, shunaqa. Telefon kelib qoldi. Xullas, boshqa shu do'kon egasi 5000 yuan arzonlatib bergani uchun sotib oldim deyapti, bolalar. Shunda mana bu joyga Miri oldindan pulsi allaqachon, puli unchalik, cho'm biroz. Shunda men kecha krossovka sotib oldim. Oldindan qimmat bo'lgani uchun desiz, ma'no qo'shmaydi. Ikkida allaqachon qimmat bo'lsangiz, mos kelmaydi. Unchalik qimmat desiz ham mos kelmaydi. Javob avtomatik bo'lib turibdi. Biroz qimmatligi uchun sotib olmoqchi emas edim, lekin sajangni boshliq arzon qilib bergani uchun 5000 so'm sotib oldim deyapti. Xo'p, 16-15 testlarimiz bolalar qanday testlar? Mana bu joyga men belgilab beraman. Muosir texan degani bolalar. Bu so'zimiz nima haqida deydi. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, bolalar, hozir birozgina qatyapti kompyuter. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, bu narsa mana yozib beraman. Sarlavha qo'shimiz kerak. Sarlavha. Sarlavha qo'ysak bo'ldi. Men o'qiyman, qaranglar. 저는 아침에 일어나고 우유하고 햄을 먹습니다. 그리고 저녁에는 점심과 저녁에는 밥을 먹습니다. biroz imlo xatolar bor. Bu meniki emas, bolalar. Tayyor yozilgan. Shunda bolalar. Men ertalabda uyg'onib, turib, sut bilan hem, ya'ni kolbasa yeyman. Men sut bilan kolbasa qanday qovush ekan? Shuningdek, obed bilan kechki paytda pap yeyman deyapti, guruch yeyman deyapti. Savol, bu yerda sarlavha nima? Panchan salat, 2 yo'ri ovqat pishirish, 3 imshik ovqat, 4 chussi sharbat. Tabiiyki salat yo'q. Bu yerda ovqat pishirish desiz, biror narsa pishirmayapti bu. Ovqat bor, sharbat yo'q. Demak, javob bu yerda 3 bo'ladi. Xo'p, 16-testimiz sal kattaroq ekan. Bu ham xuddi shunaqa sarlavha qo'yadigan matn. Buning uchun nima qilishingiz kerak bolalar? Bu matnlarni o'qiganingizda birinchi o'rinda so'z borligingiz, eslab qolish qobiliyatingiz ham bo'lishi kerak. Nafaqat grammatika, chiroyli tarjima qilishingiz, eslab qolishingiz. Sababi ba'zi bir insonlar birinchi gapni o'qib bilan esdan chiqarib qo'yadi-da, u yog'ini. Yana qayta o'qiradi, nima edi deyaveradi. Eslab qolinglar gapinglarni. Xo'p, men o'qib, keyin tarjima qilaman. 한국에서는 보통 11월이 되면 집집마다 김장을 합니다. 김장은 겨울이 되기 전에 추운 겨울 동안 먹을 김치를 미리 만들어 놓는 것입니다. 김치를 많이 만들어야 하기 때문에 이웃끼리 서로 도와주면서 김장을 합니다. Yani betadagi Koreyada odatda 11-oy. Mashaqa raqamlarda oy, kun, yillarda xato sanaysizlar bolalar. Odatda 11-oy bo'ladigan bo'lsa, har uyda kimjang, ya'ni kimchi, biz tilimiz aytganda kimchi tayyorlashadi. Kimchi qish bo'lishidan avval sovuq qish mobaynida yeyiladigan kimchini miri oldindan tayyorlab qo'yishadi. Hop, kimchini ko'p tayyorlasagina, tayyorlash keragi tufayli qo'shnilar bilan birgalikda o'zaro yordam berib kimjang qilishadi. Xo'p, endi savol, ushbu berilgan matnga sarlavha nima? 1. Kimjang mandilgi kimchi tayyorlash. 2. Kimjang po'g'onhagi kimchini saqlash. 3. Kimjang palgi kimchi sotish. 4. Iyut tokki qo'shniga yordam berish. Va yomon chalg'itgani 4da oxirida qo'shnilar degan joyda chiqib urib qo'ygan. Bu lekin bu emas. Kimjang hamma so'zda bor, lekin
Pog'oni saqlamayapti. Manzilga tayyorlash, lekin sotmayapti-da. Javob bolalar 1 bo'ldi. 16 ga 1 topganlar demak yaxshi ketyapti, yomon emas. Zo'r. Xo'p, bizda mana endi 17, 18 testlar biroz qiyin. Biroz qiyin. Ya'ni kimlar uchun qiyin, lekin ba'zi oson usullari ham bor. Bu degani qanday? Sizlarga zo'r narsa eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Ma'lumotni bunaqangi testlarimizda neonga kattani beradi, katta matnlarda savolida. Mazmunan o'xshash bo'ladi. Ya'ni mana shu 17-testda necha qator gap bor, nechta gap bor? 1, 2, 3 3ta gap bor ekan bolalar jami. Shu 3 gapning qaysidir qatorida gapimiz bu yerda mazmunan beradi yoki shunchaki ko'p yozib qo'yadi. Hop. o'qiyman matnni. 제 친구 데이비드는 독일에서 왔습니다. 지금 대사관에 다닙니다. 데이비드는 다비드 대표는 한국어를 모르지만 한국 친구가 많습니다. Meni do'stim David qayerdan kelibdi? Togel, Germaniyadan kelibdi. Hozir Teslagon elchixonaga qatnaydi. Ya'ni ishlaydi demoqchi. David koreys tilini bilmaydi, lekin koreys do'stlari ko'p. Koreys nima? Koreyslar bilan biz qanday tushunamiz? Biz misol chet elga kelsa, ya'ni koreysga oid til o'rganayotgan insonlar, chet ellik yosh odam kelsa, do'st bo'lishni xohlaydi. Koreyslar ham ingliz desa tomdan tashlab tushgandek yoki nemis tili, boshqa bir chet tillari bo'ladigan bo'lsa, o'sha inson bilan do'stlashishni xohlaydi ular. Demak, bu yerda qaysi gap mos keladi? 1. David kishining Teslagon chigvonimida. David elchixonaning xodimi. Shunaqa gap bormi? Elchixonaga qatnaydi, ishlaydi deyaptimi? Ha, demak, o'tdi xodim bo'ladi. Tashlab ketamiz. Bo'lishi mumkin. 2. David kishining hangogorini chalamlaydi. David koreysni yetib boradi deyapti. Afsuski unaqa emas. 3. Choni to'kil saramlaydi. Men nemisman. Guten Tag. 4. Cho'ran hangogo sonsaydi. Men koreyscha o'qituvchiman. To'ppa-to'g'ri. Qatamiz kichkina. Javob qaysi? 1 bo'ladi. Xo'p. 18-test. Biroz katta matn. O'qiyman. Bu ham xuddi shunaqa qaysidir qatorsidagi gapni mazmunan yoki bo'lmasa ko'p yaqin ko'chirib qo'yadi. O'qidim. 한강은 서울 시민들이 사랑하는 강입니다. 한강 에는 여의도 같은 성도 있습니다. 한강은 동에서 서쪽으로 바다로 들어갑니다. 한강 주변에는 10곳이 넘는 시민공원이 있습니다. 이들 공원에는 수영장, 축구장, 농구장 등 여러 시설들이 있어서 많은 사람들이 이곳에서 운동을 합니다. 몇 달이나 되었대? 몇 달 daryo haqida ketyapti. Seuldan o'tgan Han daryosi. Han daryosi Seul fuqarolari sevadigan daryodir. Han daryosida Yoedoga o'xshash so'm m tushib qolibdi. Orol ham bor. Qarang, daryo ichida orol bor ekan va u nomi Yoedo ekan. Han daryosi Tong'eso, ya'ni Tong sharqdan so'chchoq g'arbga dengiz kirib keladi ekan. Demak, faraz qiling, mana bu Seul deb olasak, tepaga chizayapman. O'rtasida misol uchun bunday ketgan ekan, sharqdan g'arbga. Va bu dengizdan suv kirib kelayotganda va dengizga chiqib ketgan. Hop, Han daryosi yon atrofida 10 tadan oshiq bo'lgan mahalliy bog', ya'ni fuqarolar bog'i bor ekan. Bu bog'larda basseyn, futbol maydoni, basketbol maydoni singari turli xil sharoitlar, jihozlari bor bo'lib, ko'plab saramdiri insonlar bu joyda sport bilan shug'ullanadi. Yashash kerak bunaqa joyda. Yasha va chaqirdi. Xo'p, endi qaysi gapimiz ko'chiriladi bu yerda? 1. Seul 시민들은 한강을 좋아하지 않습니다. Aldama. Seul fuqarolari Han daryosini yoqtirishmaydi. Noto'g'ri. 2. 한강에는 다양한 운동 시설이 있습니다. Han daryosida turli xil sport jihozlari bor. Bormidi? Ha, basseyn, futbol, basketbol joylari bor. Tashlab ketamiz. Javob taxminan deb. 3. 한강에는 성이 없습니다. 성 emas bu yerda m bolalar. Bu yerda imlo xato ketgan. Han daryosida nima yo'q deyapti. Desam, orol yo'q. Bu yerda bor deyapti, aldama.
둘, 한강은 서쪽에서 동쪽으로 흘러 하나로 갑니다. 한 daryo g'arbdan sharqqa oqib dengizga ketadi. Bu yerda g'arbdan matnda mana bu chizayotgan matnimizda sharqdan g'arbga edi. Bu yerda esa g'arbdan sharqqa deyapti. Noto'g'ri. Demak javob bolalar 2 ekan, ha? Yaxshi. Tez o'qiyapsizlarmi yoki men sekin tarjima qilyapman? O'qib tashlagansizlar sizlar javobni. Va bizda oxirgi ikkita test bolalar. Bittadan ko'rsatay. Aralashib ketib qolmasin javobinglar. Hop, bunaqangi testlar qanaqa desizlar bolalar? Mana o'qiy deb sariq chizib qo'yapman. Lug'at testi deydi. Bu yerda sizni bunaqangi testlar tushadigan bo'lsa, 2 ta 3 ta tushadigan bo'lsa, lug'at ta'rifi deb tarjima qiling buni. Lug'at, ya'ni biror bir so'z borki, unga ta'rif berasizlar bolalar. Misol uchun avvallar tushuntirganman. Oldimda misol bokal turibdi. Bu nima deb aytdi? Bu narsa shunday narsaki, insonlar choy qo'yadi, kofe qo'yib, aralashtirib ichishadi deydi. Va unda demak kofe, choy qo'yish mumkin. Nima bo'lishi mumkin? Javoblarda misol uchun nima keladi? Bokal birinchi javobda, ikkinchi javobda misol cho'mich, uchinchi javobda misol uchun savat. Shunaqa javoblar keladi siz chalg'itish uchun. Endi men o'qiyman qarang. 법으로 정해 놓은 하루 근로 시간은 8시간이 넘게 일하는 것으로 이때 평소 수당의 1.5배 지급을 합니다. nima deyapti? Qonun jihatidan belgilab qo'yilgan bir kunlik ish vaqti 8 soatdan oshib ishlaydigan narsasi bu paytda odatda to'lov 1,5 barobar to'lanadi. Ya'ni bu dehqonchilik qilib o'tiradigan bo'lsa, siz ertalab soat 8 dan 5 gacha ishlasangiz, o'rtada obedda 1 soat qolsangiz, siz 8 soat ishlaysiz. Va kechki payt 5 dan yana davom etsangiz, 6 gacha, 7 gacha, 8 gacha qo'shimcha ishlasangiz, sizga 1,5 barobar to'laydi demoqchi. Bu nima? 1. 공제종액 받아헛 налог. 2. 세금 종액 soliq налоги. 3. yagan 근로 qo'shimcha ish desa bo'ladi-ku, tungi ish va 4-inchisi yonjan kunlo davom etadigan ish. Bizda 1 bilan 2 ketadi. Shunda 3 bilan 4 qoladi. Yagan so'zimiz bolalar tungi degani. Tungi. Yonjan degani qo'shimcha, ya'ni davom ettirish demoqchi. Qo'shimcha. Shunda tungi ishimiz odatda misol zavodlarda ishlagan bo'ladi. Kechki paytki 8 dan bo'lishi mumkin. Agarda u smenalar 12 soatlik bo'lsa. Ba'zi bir zavodlarda 3 smena. Misol biz devimizda 3 smena bo'ladi ba'zan. Ba'zilar qaysidir kategoriyalari bor. A, S, B deydi. Xullas, S smena faqat kunduz ishlaydi, B bilan A almashib ishlaydi. Xullas, javob yerda tungi smena emas, 4 bo'ladi qo'shimcha ish. Va bizning bugungi testimizda va videomizning oxirgi testi bolalar 20-test. Bu ham xuddi shunaqa test, lug'at. 풀이나면 이것을 가져와서 손잡이 부분에 있는 안전핀을 뽑습니다. 쉬법들. 바람을 등지고 호스를 풀 쪽으로 향합니다. 그리고 손잡이를 힘껏 잡고 풀어냅니다. 뭐야? Yong'in chiqsa, bu narsani olib kelib ruchkasidan ushlaydigan joyi qismidagi xavfsizlik pinini popda sug'uradi. Shpopmetni. Shamol tomonida shlankani olov tomonga yo'naltiriladi. Ana purkab chiqadi demoqchida. Shuningdek, ruchkani kuch bilan bukib, chapqib ushlab deyapti. Sepiladi. Pronemli deb r bo'lishi kerak edi, biroz inoq topdi. Bas, bu yerda nima olov chiqqanda xullas nima bilan o'chiramiz bolalar? Shu haqida ketyapti javob. 1. Gassi belbi. Bu gassi belbi bu anaqa. Nima deymiz buni? Kulchat. Xullas. Kulchi bo'ladi-yu, biz gazimizni o'chirib oqadigan, buradigan dumaloq narsa bo'ladi. Xullas, tilim kelmayapti narsa. Xullas, mana bunday narsa bo'ladi-yu. Bas, bures. Bu emas xullas. Pisango chiqish joyi, favqulodda vaziyat joyi. Bu ham emas. So'xagi o'chirgich va suxagi qilib qo'yibdi. Yomon chalg'itibdi. So'xagi. Imlo xato qilgan bu yerda. Demak, javob bu yerda haqiqatda bolalar 3 bo'ladi. Yomon chalg'itibdi. Hozir ko'ran qo'yibdi kimdan. So'xagi deb. Chalg'itdi.
Demak, o't o'chirgich agar tushirtildi, demak yong'in chiqqan tarafga shu haligi nima deydi, pinini, simini tortib turib, kuch bilan ruchkasini bossangiz, demak mashinkasini olovga yo'naltirsa, kuchli shamol bilan demak chiqib olovni o'chiradi. Xo'p, alhamdulillah, alhamdulillah. Demak, sizlar bilan kelishilgan video darsliklarimiz yakunlab oldik. Yaxshi tugatdikmi? O'zida demak kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Dars tugagandan so'ng xoh Telegramga qoldiring, xoh endi Instagramga bunaqa katta tashlab bo'lmaydi. YouTube'ga kommentariy qoldiring. Bunaqangi video ko'p. Bittalab tushuntirganman, yozib tushuntirganman yoki bunaqa chizib tushuntirgan javoblar bor. Bu video darslarda bular. Onlayn darsimiz shu imtihonda 18-kundagacha davom etadi. Agarda qo'shilishni xohlasangiz, har kuni bundanda ko'p video darslar tushuntirilyapti. Tetik darslarimiz ham qo'shimcha video darslar orqali davom etyapti. Hozircha bir marta to'lov qilasiz, bo'ldi. Lekin video dars bilan onlayn jonli farqida jonli darslarimiz test tugagandan keyin u kanal o'chiriladi. Lekin tayyor video darsliklar kanali esa o'zida qoladi, vechniy o'zida qoladi. Bilmayman, oxirigacha shu joygacha ishlaydigan odamlar, eshitadigan odamlar bo'lsa, qo'shimcha yangilik, xudo xolasa testlar tugatib olgandan so'ng planimda may oylaridan yangi strategiyalar bo'yicha yana ham oson tushunadigan qilib video darslar chiqarish niyatidaman. Sababi bu yo'nalish bo'yicha o'zim eng katta mutaxassis bo'lganim uchun va video darslar orqali chakana shagird o'qituvchilar ham chiqarganmiz. Yangi yo'nalish chiqarishim kerak. O'quvchiga bittada tushuntiradigan qilib, yana ham zo'r. Xudo xolasa rejalar tuzib qo'ydim. Shu hozirgi imtihondagi bolalarni topikni ham tayyorlayapmiz hozir. EPS topik o'quvchilarini ham demak chiqadigan bo'lsak, darslar imtihon o'tkazsak, zo'r qilib yozgacha, kuzgacha kelajakda bo'ladigan kuzgi imtihon, keyingi imtihonlar uchun chiroyli video darslar chiqaraman. Albatta, uni ham boshlanishda demak arzon summaga qo'shib olishingiz mumkin. Unda o'zim aytaman, hozir emas. Sababi hozir bir oysiz na uxlayapman, na dam olyapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariy qoldirganlar tinmasdan demak men bilan testlashda yelka-melka bo'lgan Telegramda eshitayotgan insonlarga rahmat. Barchalar duo qilinglar deyapti. Barchalar eshitayotganlar keyinchalik Telegramdan hamda YouTube tarmog'idan bu videoda darsni ko'rib, o'rganib, imtihon kirib yaxshi natija chiqsa, albatta biz xursand bo'lamiz. 100 dan 100 olinglar. 100 dan 100. Men aytaman-da o'quvchilarga. To'g'ri, hammalar harakat qilyapsizlar, intilyapsizlar. Samimi glавный. O'tish bali 55 bo'ladi, 75 bo'ladi, imtihondan o'ting. U yog'i menga qiziq emas. Samimi glавный bazaga tushing, qilayotgan ishingizni qiling, Alloh nasib qilsa viza chiqsa ketasiz. Sizlar bilan men Ismatli Muhammad Ali bo'ldim. Video darsligimiz zapis bo'ldi yozayotganlar uchun. Keyinchalik demak tashlab beraman. Misol megabaytni kamaytirib. Xudo xolasa yana yozish bilamiz jonli darslarda.